Assalomu alaykum. Kechagina demak Instagram sahifamga Beverly dorilarni reklamasini qo'ygandim. O'shandan keyin kommentlarda ham o'zimga lichkamga ham juda ko'pchilik yozyapti. Tahror aka, ushbu dorini o'zingiz ichib ko'rganmisiz? Agar o'zingiz ichib biron bir natija ko'rgan bo'lsangiz, ana undan keyin biz olardik yoki bu shunchaki reklamami? Ya'ni kimnidir reklamasini bajaryapsizmi deyishdi. Yo'q, o'rtoqlar, mana dori. Men o'zim ushbu dorini oilaviy iste'mol qilyapmiz va o'ziga xos bir yaxshi natijalarga erishdim. Avvalambor demak menda qand kasalligi bor edi. Qand kasalligi o'sha darajasi oshib ketishi bilan meni biroz qiynab qo'ygan edi. Aynan mana shu demak Beverly dorilarini iste'mol qilishim bilan demak qand miqdorini nihoyatda keskin pasayishi kuzatildi menda. Oila a'zolarim ham demak turli kasalliklarga ichishyapti. Endi savol berishinglar mumkin, bu dorini zo'rligi nimada, qayerda? Bu birinchidan antibiotik emas. Bu demak Yaponiyadagi o'sha dengiz ostidagi demak dengiz ostidan olib tayyorlanadigan dori. Bu demak boshqa dorilarga o'xshab, tabletkaga o'xshab demak suv bilan ichilmaydi, yutilmaydi. Endi o'zingiz bilasiz, ko'p eshitgansiz, oshqozonda shlaklar bo'ladigan bo'lsa, hattoki ovqat ham so'rilmaydi, dori yog'da tursin. Demak, buni afzallik tomoni shundaki, buni siz ichmaysiz, aksincha tilingizni tagiga tashlab so'rasiz. Buni asosiy qiladigan vazifasi demak hujayralarni uyg'otish, immunitetni ko'tarish, immunitetni ishlashga harakat qilish, ishlatib demak barcha kasalliklarga qarshi kurashadi. 60 ta tabletkani o'rnini bosadi degan gapni aytishganda avvalambor men ola yo'q, bo'lmasa kerak, bu reklama bo'lsa kerak degandim, lekin realniy natijalarni ko'rgandan keyin men bu narsaga ishondim. Endi agar Yaponiyada 100 yoshdan oshgan insonlarning ko'pligi bilan rekord o'rnatganligini agar inobatga oladigan bo'lsak, Yaponiyada ishlab chiqarilgan ushbu doriga bemalol ishonsa bo'ladi. Beverly, bu hali boshlanishi, men yana batafsil videolar qilaman. O'zim oilam ichyapman, demak sizlarga ham tavsiya qilaman. Ikkilanmang. Endi narx haqida so'raydigan bo'lsangiz, narxi qanaqa, akasi narxidan gapiring deyapsiz. Demak, bu yerda to'plamda sizga 6 oyga ichadigan dori beriladi, 6 oyga. 6 oyga bu $390 tashkil qilyapti. Siz vahimaga tushmang. Agar kunlik hisoblaydigan bo'lsangiz, bu dorini har kuni iste'mol qilasiz, kuniga 22 ming so'mdan tushyapti. Agar siz salomatligingiz uchun kuniga 22 ming so'm sarflashdan qizg'ansangiz, ushbu dorini olmasligingiz mumkin. Lekin natijalari juda ham cheksiz. Hali men batafsil yana kommentlarda bu yerda